Sen so'rading, meni seltib beryapman. Nima, meni boshqa qilarga ishim yo'qmi? Hozir qayerdasan? Men yer osti yo'ldan ketyapman. Kompasga qarasha ushlayaptimi? Yo'q, hozircha Turkiston building qurgan uylarda mustahkam qimirlamay turibdi. Nima? Reklama. Unaqada qo'rqma. Buyurtmani manzilga yetkazdi, tez ortingga qayt. To'g'rimdan kimdir kelyapti. Menimcha uni ham qo'lida menikiga o'xshash buyurtma bo'lsa kerak. Yo'q, bu hududda faqat biz ishlaymiz. Oddiy yo'lovchi. Xayrli kech, janob. G'alati, u menga javob bermadi. Kuni yomon o'tgan bo'lsa kerak-da. Menikini aytmasa ham bo'ladi. To'xta, men yer osti yo'liga tushayotganmidim yoki chiqayotganmidim? Nima, uchinchi ko'zim bormidi? Seni ko'rib tursam? Yana nimadir xato ketyapti. Kompasga qara, ishlayaptimi? Ha. Yo'q, demak u yerdan zudlik bilan chiqishing kerak. Men yana qayta kirish yo'lagidan paydo bo'lyapman. Bu yerdan chiqib keta olmayapman. Orqaga qaytib ko'rchi, balki o'sha yerdan chiqib ketarsan. Yo'q, men bu yerda qamalib qoldim menimcha. Haligi odam. Balki sen vaqt ichida qolib ketgandirsan. Men yer osti yo'lda qolib ketdim. Agar sen aytganday bo'lsa, aloqa uzilishi kerak edi. Alo, jin ursa aloqa uzildi. Aloqani tiklashga harakat qiling. Jin ursin, nima men kinodamanmi? La'nati, mendan nima xohlaysan o'zi? Xolodilnikda 7 ta pomidor bor edi, 6 ta bo'lib qolibdimi?